kutilgan video obzorimizni boshladim unda o'rtoqlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yakkasaroy rakatda joylashgan ikkita bir xil yonma-yon uyimizni obzoriga keldik. Aytib o'tganimdek, rakatda joylashgan Yakkasaroyda 3 uruvindan tashkil topgan 3 sotuv yer maydoniga ega 380 kvadraturani tashkil qiladi umumiy kvadraturamiz. Xo'p, biz уже uyimizni hovlisidamiz. Ko'rib turganingizdek, mashina uchun 2-3 taga bemalol joy bor. Undan tashqari uyimizning tashqarisida ham mashina uchun joy bor. Yozgi oshxonasi bor. Uni yonida bo'lsa, hovli uchun mo'ljallangan hojatxonasi mavjud. Uyga kirishimizda 2 tani tashkil qiladi o'rtoqlar. Xohlasanglar bu tarafdan kirsanglar bo'ladi podval orqali, xohlasanglar asosiy kirishdan. Shunaqa balkonlari bor. Oppoqqina fasadli uyimizni obzorini qilib beraman. Hovlidan kirganingizda o'rtoqlar chap qo'limizda shunaqa qo'lga ko'zinglar tushadi. Bu yoki bemalol televizor, divan kreslolar qo'yib o'tirishinglar mumkin. To'g'rimizda zal, uni yonida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona birinchi qavatniki va albatta yana uni yonida birinchi qavat uchun mo'ljallangan hojatxonamiz mavjud. O'ng qo'limizda bo'lsa kirganingizda oshxonamiz mavjud, shunaqa stroyniy mebellari bilan. Xo'p, mebellarni xudo xolasa hammasini oxirigacha qilib berishadi. Ikkinchi qavatga chiqish, podvalga tushish. Podvalimiz polnoценный podval hisoblanadi. Ikkinchi qavatga chiqib obzorimizni davom ettiramiz. Ikkinchi qavatga ham chiqib oldik azizlar. Chiqqaningizda shundoq shunaqa o'ng qo'lingizda kattagina hol qilib qo'yishgan. Bu yerga ham bemalol televizorlar qo'yib, zona o'tiqa qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda balkonga chiqishimiz, bu yoq tarafda bo'lsa ota-onalar uchun mo'ljallangan master yotoqxona, ya'ni master spalnya hisoblanadi. O'zini shunaqa garderobniy va yuvinish xonasi mavjud. Ikkinchi qavatda umumiy hisobda 3 ta xona mavjud. 3 ta xona, 3 ta sanuzulni tashkil qiladi. Bu xonamizni xohlasanglar yotoqxona, xohlasanglar albatta mini zal sifatida ham ishlatsanglar bo'ladi. Chunki kattagina qilib qilingan. Ikkinchi qavatdagi 3-yotoqxonamiz. Bu xonamizda ham shunaqa stroyniy mebel qilib qo'yishgan, garderobni qilib. Bu tarafda ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan yuvinish xonasi mavjud. Endi sizlar bilan podval qismiga yo'l olamiz. Uyimizning tegi to'liq podvalni tashkil etadi o'rtoqlar. Zinadan tushganingizda shunaqa kattagina hovliga ko'zinglar tushadi. Bu yo'ni bemalol o'zingizlarni fikringizga qarab, g'oyangizga qarab jihozlasanglar bo'ladi albatta. Xo'p, bu yerda bitta xonamiz mavjud. Va ichkarida bo'lsa kotelni va hovliga chiqish eshigimiz. Podvalimizda umumiy hisobda 2 ta xona mavjud. Bu ikkinchi xonamiz hisoblanadi. Uy to'g'risidagi ma'lumotlarni qaytarib o'tsam, Yakkasaroy rakatda joylashgan 3 sotuv yer maydoniga ega bo'lgan 380 kvadraturani tashkil qiladigan 2 ta bir xil uyimiz sotuvda. To'liq ma'lumot uchun pastdagi raqamga murojaat qilinglar. Reklama xizmatlarimiz kerak bo'lsa, albatta direktga yoki telegramga murojaat qilsanglar javob beramiz.